ish qilib hisoblarni to'lashga ulguramizmikan? O'g'lim, shuni onlayn qilsak bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Bu juda oson. Ilovani ochamiz. Kerakli xizmatni tanlaymiz. Suv, gaz, elektr quvvati, hammasi bir joyda. Tizim shaxsiy hisob varag'ingiz bo'yicha hamma ma'lumotlarni o'zi jamlab beradi. Sizga esa shunchaki tekshirish va tasdiqlash qoladi xolos. Bironta xatoliklar bo'lsa-chi, kvitansiyalarni qayerdan olamiz? Butun to'lovlar tarixi saqlanib boriladi. Kvitansiyalar esa hozir elektron shaklda. Har doim tekshirishingiz va chop etishingiz mumkin. Bu yerda esa "Mening uyim" funksiyasini sozlaymiz. U ma'lumotlaringizni eslab qoladi va o'zi avtoto'lovlar qila oladi. Endi tizim hisoblarni har oy o'zi to'laydi. Har safar ma'lumotlarni qaytadan kiritishingizga to'g'ri kelmaydi. Kommunal xizmatlarni uydan chiqmasdan va navbatlarda turmasdan onlayn to'lang. Menimcha endi orqaga qaytsak ham bo'laveradi. Finnet.uz manbalaridan imkoniyatlar haqida yanada ko'proq ma'lumotlarni o'rganing.